Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, qadrli do'stlar. Bugun biz sizning bilan Alloh taala tarafidan eng yaratgan amal turida eshittirmiz. Alloh taolaga yaqinlayta turgan yo'llar bek ko'p, amallar, ibodatlar bek ko'p. Ol namozda, ro'zada, haj amalida, qurban amalida ham boshqalar. Alar bitinisi Alloh taolaning yaratgan amallar. Ammo lekin eng yaratgan amal ne deysin? Peygamberimiz alayhissalatu vesselam hadislarning birisida ayta: "Ahabbu a'mali ilallohi adwamuha va in qala." Aw kama qala. Peygamberimiz alayhissalatu vesselam hadislarning birisida ayta: Alloh taolo oldinda, Alloh taolo qarshısında eng yaratgan amal, kichkinagina bo'lsa-da davomli bo'lgan amal deb Peygamberimiz alayhissalatu vesselam bizga xabar eta. Sallu ala sayyidina Muhammad. Shundan da amallar bek ko'p. Qo'y vaqt kishi bir kunni basa tini bo'yi tahajjudlar o'qiy, zikrlar ayta, ikkinchi kunni ertangi namozga da basmay, namozlarida o'qimay, masalan. Ol Alloh taolo oldinda darajali bo'larmikan, yo'qmikan? Peygamberimiz alayhissalatu vesselam shagirdi kela. Ham so'rov bera: "Ya Rasululloh, ey Alloh taolo elchisi, kul li fil islami qawlan la yas'alu anka ahadun g'ayruk." Ey Rasululloh, Alloh taolo elchisi, menga islom dinida bek hikmatli, kerakli, xayrli bir kengash berali. Sendan boshqa ul kengashni bir kimdan da eshitirlik bo'lmasin, ya'ni bek ahamiyatli ham nak menim uchun foydali bo'lgan, ham boshqalar uchun bek foydali bo'lgan kengashni ber endi deb o'tinib so'ray Peygamberimiz alayhissalatu vesselamdan. Javob qaytara oldindan aytasim kela, Peygamberimiz alayhissalatu vesselam tashqi ko'rinishingina tugul, kishining ichki holatin ko'radir. Ham shu javobi bilan ul shu shagirdga ham har biri bizga bek nuq ahamiyatli, foydali ham xayrli javob qaytara. Eshitdingiz, mana Peygamberimiz alayhissalatu vesselam ayta: "Kul amantu billahi thumma istaqim." Ayt, Alloh taolaga ishondim, Alloh taolo bor bir, ham bizni yo'qdan bor etuvchi ul deb inandin, ishondin ekan, musulmon bo'ldin ekan, thumma istaqim, ham shu so'zlarga, shu iymoningga to'g'ri bo'l. Ya'ni amallaringni o'taganda doimiy ravishda o'tab, Alloh taolaga odim yaqinayi yo'lunda davomchilik qil deb Peygamberimiz alayhissalatu vesselam kengash beradi. Shunga ko'ra, hurmatli jamoat, qo'y vaqt biz amalning ko'pligini oshqinamiz. 100 rakatli namoz, 1000 marta bilan shu duoni o'qirga, 1000 marta bilan bu duoni o'qirga. Ammo lekin sonina tugul nafila amallar agarda Alloh taolo oldinda az bo'lsa-da, ammo lekin doimiy ravishda bo'lsalar, ular akirtin Alloh taolo oldinda tag'inda zo'rroq darajaga bizni erishtirarlar. Shat inshaalloh. Shunga ko'ra, agarda hatto birda duo bilmasak, istama nafila zikrlar da bilmasak, har bir xayrli amal oldindan Bismillahirrohmanirrohim deb aytib, ishimizni boshlaganda, kunimizni boshlaganda duo bilan Alloh taolaga topshirib, tavakkal qilib, duolar bilan akrin mo'l qilsak, ul vaqtlar Alloh taolo oldinda bek darajali amal bo'lar. Ham Alloh bilsa, Alloh taolaning rahmatine, baxt saodatga bu dunyoda ham kelasi dunyoda da erishtirir. Shat inshaalloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.